Hammaga salom. Bu mening yangi YouTube videom. Eslatib o'taman, mening ismim Storabona. Mana bu mening singlim Malohat. Uyda turganman. U hozir uyqudan turdi. Biz meni Bondagi kvartiramdamiz. Mana shu mening uyim. Bugun sizlarga tanishtirib o'taman. Undan oldin esa biz ham birinchi hozir endi nonushta qilamiz. Kech yotishga odatlandik ta'tilda, afsuski. Shuning uchun ham hozir bizda obed soat 1lar. Endi lekin biz nonushta qilamiz. Men hozir nima desam, o'zimga qulay soch turmagi qildim. Chunki bugun uyimni yig'ishtiraman. Ancha vaqt uyda bo'lmaganim uchun uyim ham rosa ham chang bo'lgan, tartibsiz bo'lgan. Biz sumkalarni tez-tez joylashtirganmiz, ketishimiz oldi. Hamma kerak narsalarni solib ketganmiz, uy tartibsiz qolib ketgan. O'sha uchun bugun hozir nonushtadan keyin uyni uborka qilaman, kir yuvishim kerak va yig'ishtirishim kerak uborkadan oldin. Lekin oldin yuzimga biroz uxot qilmoqchiman. Men oldingi videomda ko'rgan bo'lsangiz, kosmetologga borgandim. Yuzimni chiska qilishgandi. Keyin undan keyin menga har kuni uxotlar qilishim uchun maskalar berib yuborishgan, lekin men ularni ishlatmayapman, afsuski. Hozir bir ikkitasidan bu masalan kechasi uchun, lekin buni ishlatmayman. Men hozir bu ham kechasi uchun ekan. Kunduzgi kremni topishim kerak bo'ladi. Mana bu kunlik. Mana bu tagizgi kremi. Kunlik men buni hozir biroz yuzimga surtaman. Yuzingga doim krem surtib yur. Yuzingni tozala har kuni ertalab kechqurun deb menga maslahatlar berdi kosmetolog. Lekin afsuski men unchalik ham amal qilmadim bunga. Tak. Bilmaganlar uchun men 5 yildan beri, deyarli 5 yildan beri Germaniyada yashayman. Bonn shahrida yashayman. Birinchi Germaniyaga kelgan vaqtlarim men birinchi mana Germaniyadagi shahrim München shahri bo'lgan. U yerda men bir necha oy yashaganman. Menimcha 4 oy yashagandim va keyin opamga yaqinroq bo'lishi uchun NRV okrugga ko'chib kelganman. O'shanda opam Köln shahrida yashardi, lekin men Kölnda uy topolmaganman. Kölnda uy topish juda ham qiyin va Bonnga ko'chganman. O'shandan beri men shu shaharda yashayman. O'tgan yillar ko'chib ketishni istadim Bonndan, lekin to'g'ri kelmadi. Chunki nima desam, Bonn o'zi menga yoqadi, juda ham o'rganganman. Men uchun xuddi Buxoroday bo'lib qolgan, lekin ba'zan yangi shaharda yashab ko'rgim keladi, to'g'risi. Men yolg'iz yashamayman bu yerda, kvartirada. Mendan tashqari yana bitta nemis qiz yashaydi. Biz ikkalamiz birgalashib bu kvartirani ijaraga olganmiz. Lekin nemis qiz ko'pincha qishlog'iga ketadi, onasini oldiga va o'sha yerda ishlaydi ham uchun ba'zan bir necha kunlab o'sha yerda bo'ladi va ko'pincha kvartirada mana o'zim yashayman. Yaltirlab qoldi yuzim bizlar. Endi esa nonushta tayyorlayman. Keyin singlim chaqiraman. Mana singlim. Salom hammaga. Bilmaganlar uchun singlim hozirda Germaniyada bizanikida mehmonda. 2 oydan beri. Opalarini oldiga kelgan va yana Biroz shu lampani, uyimdagi shu lampani o'rnini o'zgartirishim kerak. Malola, завтракка nima istaysan? Tuxum. Tuxumni senga qaynatib beraymi, omlet qilib beraymi, qovurib beraymi? Omletcha. Omlet yeysanmi? Okay. Mehmon bo'lishdi yaxshi. Men hozir rejalarimiz bilan tanishtirdim bugunga. Bugun nima qilishni, kuningni qanday o'tkazishni xohlaysan? Men o'zim nimalar qilishimni aytdim bugun. Расслабонida. Расслабония, okey. Uyda nimadir ishlarni. Keyin birinchi yuvinib chiqmoqchiman, sochlarim kir. Yuvinib chiqasan, men esa ovqat qilib keyin yuvinib chiqmoqchiman. Ungacha sen yuvinib chiqishing mumkin. Okay. Bugun ovqatga nima qiladigan bo'ldik? Bilmayman. Ujinga. Go'shtni chiqarib qo'yganmiz qiymani kecha. Malohat kotlet bilan pureshka istayapti. Aytganda biz dietada biz oq non yemayapmiz, shirinlikni o'ta kamaytirganmiz va 5 kilo tashlamoqchiman men. Malohat 10 kilo tashlamoqchi. Kilomiz deyarli bir xil. Malohat 10 kilo tashlasa, Malohatdan nima qoladi bilmayman. Menga 5 kilo yetadi tashlasam. Hozirda 60 kiloman va 55 kilo bo'lishni istayman. 62 kiloman, shuning uchun 10 kilo tashlayman, 50 kilo bo'laman. Ukajim bittasi ismi kilo, Gulilanka o'lchagamda 61 kilo chiqqandim. Hozir 60 kilo. O'lchashim qolmayman, bu olishimiz menga yo'q chunki baribir.
kamera yo'qmiz, lekin kamera yeyapmiz. Уже nechidir grammlarga kamayyapman. Bilaman bu hisob emas. Sekin вообще-то. Потихоньку kilo tashlamoqchimiz. Hozir shu uchun ham nima desam, deyarli yog'siz omlet tayyorlayman. Uni qora non olamiz. O'ziga 2 marta ovqat yeymiz. Kam darajadagi qora non bilan. Obed, завтрак bitta, ужин bitta, ikkita. 3 mahal emas. Lekin 3-4 mahal kam-kamdan foydali narsalar yeyishimiz kerak aslida va ko'p suv ichishimiz kerak. Bugun yakshanba magazinlar ishlamaydi uchun hozir ishdan chiqa olmaymiz magazin foydali narsalar. Germaniyada magazinlar ishlamaydi dam olish kunlari. Faqat bitta bosh vokzaldagi magazin ochiq bo'ladi, eslatchi. Uyquga borish yoqmaydi. Bugundan chiqmaymiz degan anaqadaman. Lekin может прогулка chiqib kelarmiz uyni atrofidan. Kechga ujindan keyin, to'g'rimi? Harakat kerak chunki. Okey. Hozir dastur qilamiz, keyin yurib chiqasan. Da. Okey. Uyga kelishdan oldin Malola bilan bozor qildik. Biroz kichkina bozorcha qildik. Mana katta fleka tuxum olganmiz, qaranglar. Chiroyligina tuxumlar. Nima uchundir menga oq tuxumlardan ko'ra men birinchi tuxumlar ko'proq yoqadi. Chiroyli ko'rinadi ko'zimga ranglari. Hozir bundan omlet qilaman. Keyin Malo bilan farshni mana yaxlatib qo'ygandik. Buni hozir chiqarib qo'ydik. Anaqa bo'lgan. Nima desam? Erigan bundan men kotletni biroma pishiraman keyin. Men bu kvartirada yashayotganimga 3 yil bo'ldi. Boshida bitta turk qiz bilan yashardim. U bilan deyarli 1 yilcha yashadik, uncha kelishmadik. U tozalik jinnisi edi. Uyda edi ko'pincha, vaqti ko'p edi. Hattomat uyni tozalardi. Biror narsani biron joyga qo'ysam, olib qo'yib, xuddi faqat uni uyda tutardi o'zini. Biron joyga biron narsani joyini o'zgartirishimni istamasdi, biron narsani biror yoqqa qo'yishimni istamasdi. Men ovqat qilayotgan paytim kelib, yig'ishtirishni boshladim. Aytayapman, men o'zim yig'ishtiraman, men ovqat qilyapman hali. Masalan, oshxonada nimadir qilib o'tiribsiz yoqmaydi-ku, kelib tegaversalar. Juda ham anaqa edi. Ba'zan yuvgan idishlarimni ko'rardim, o'zi olib qaytadan yuvayotganini. Вообще-то men toza yuvaman. Keyin o'zimni g'alati his qilardim-da, o'zimni meni ham uyim bu, lekin o'zimni juda ham noqulay his qilardim. Keyin menga aytgandi, masalan, uni ham uzun sochlari bor edi-da, mushugi bor edi uni. Qizlar yashagan, ayollar yashagan uyda soch tushadi, yerga boshqa qiladi. Bizada mushugni ham sochlari edi, hamma joyda. Shu uchun u tez-tez tozalardi. Mushugining sochlari tushadi, mushugini anaqa tualetiga kiradi mushuk, ki uyga yuriydi, uyda narsalarni tarqatadi. O'sha uchun ham uyni tez-tez tozalardi. Vaqti ham bor edi uni. Men o'sha payti hali o'qish vaqtida edim. Uyda kun bo'yi bo'lmasdim. Ertalab barvaqt chiqib ketardim. Keyin kechga qaytib kelardim. Charchab kelardim. Juda ham o'sha payti men ishxonada o'quvchi bo'lsangiz agar rosa ishlatishadi. Hamma o'zlari qilgisi kelmagan ishlarni qildirishadi. Men juda ham charchadim, juda ham stressli edi. Shuni ustiga bu ham menga stress qilardi. Menga bir marta kelib, sochingni yig'ib yursang bo'lmaydimi uyda deganda, men o'shanga juda ham jahlim chiqqandi. Nima uchun menga? Men uni, nima desam, meni sochim tushadi uchun sochimni yig'ib yurishim kerak. Uyni men ham tozalayman, masalan. U tozalasa, men ham tozalayman. Uyni navbat bilan tozalasak, nima uchun men sochimni yig'ib yurishim kerak? U sochini yig'ib yurmaydi o'zi uyda. Keyin men aytganimki, shunda men mushugingga chidayman, mushugingni ham soch hamma joyda yeyotganda ovqat tarelkamgacha mushugingni sochlari men chidayman-ku, mushugingni yaxshi ko'raman uchun. Sanam anaqa deyishing noto'g'ri degandim, keyin mendan kechirim so'ragandi. Shunaqa qilib yashadik, keyin boshqa masalalar chiqdi, bizga kelishmagan, bilasizlar, ikkita notanish odamlar har doim men birga kelib yasholmaydi. Shunaqa qilib kelishmadik va u ko'chib ketdi. Boshqa uyga va meni nemis qo'shnim ko'chib keldi bu uyga. Juda ham, nima desam, xarakter jihatdan yaxshiroq, lekin unchalik ham tozalikka amal qilmaydigan qo'shni keldi menga. Unisi o'ta tozalik uch odam edi, bunisi qanaqadir baribirroq odam keldi. Ya'ni baribir deganda uyni umumiy ishlatadigan qismlarimizga u uchun baribir, lekin xonasini tartibda tutadi. Boshqa qismlar unga xuddi aloqasi yo'qday tutadi o'zini. Va u, nima desam, men navbat bilan uy tozalaymiz degan planlarim ham qolib ketdi, chunki u o'zini navbatida uyni tozalamaydi yoki tozalagandek qilib ko'rsatadi. Shunchaki buni ham ko'ndim. Tozalaganda hech qachon men ko'nglimdagidek tozalamaydi. Ba'zan u qizni uy tozalaganlarini sog'inib qolaman.
bu bilan anaqa qilganda, taqqoslaganda uyimiz qiz bilan. Yana unga mayli dedim. Uyimiz o'zi ikki kishi yashaydi. U ham deyarli nima desam, ba'zan kunlab ketadi, uyda bo'lmaydi yoki men o'zim kunimda ishda bo'laman, uy unchalik rasvo bo'lmaydi. Ne kritichna, lekin men jahlim chiqaradigan tomoni juda ham ko'p idish tovoq qoldirishi. Bunga ham chidasa bo'ladi. Eng men yomon ko'rganim musor yig'ishi. Musor olib chiqmaydi, musor yig'adi. Musorni koridorda qoldiradi yoki men musor olib chiqibdi, bir marta qanday olib chiqibdi deb xursand bo'lib ketsam, qarasam uni balkonga chiqarib qo'ygan. Keyin men jahlim chiqib balkondan musorni olmadim. U musor bilasizmi? 1-2 oy turdi. U musor o'zi anaqa bo'ldi. Model o'zini hajmidan 2 barobarga kichrayib qoldi u musor. Men o'yladim, yana 1-2 oy tursa yo'q bo'ladi musor o'z-o'zidan. Bu qishda uncha kritichni emas, bu qishda hatsabi sovuqda hidi chiqmaydi bu musorni. Tasavvur qilinglar, yozda qanaqa sasiydi. Lekin o'zini eshigini tagiga qo'yib qo'ygan balkonda turdi uni keyin qachondir men aytganimdan keyin olib chiqildi u musor. Mana shunaqa qiz bilan yashayapman hozir. Mana omlet. Men bunga biroz sut qo'shdim. Endi buni hozir tovada pishiraman. Meni singlim har xil mojaroviy o'zbek roliklar ko'rishni yoqtiradi. O'zbek kinolarini ko'ramayman, lekin parchasini ko'raman. O'zbek kino parchalari. Sizlarga gapdan aytsam, men ham qo'shnim haqida. Qo'shnim koridorda musor qo'yib ketadi dedim-ku. Meni qachon olib chiqib tashlashimni kutadi u qiz. Keyin men xuddi bu safar o'zday qilmoqchi bo'ldim. Turadi, men keyin majbur olib chiqib tashlayman qachondir koridordagi musorni. Har safar bahona qilardi. Men shoshilib, men ko'p uxlab qolibman, shoshilib chiqib ketdim. Bitta o'zi kichkina narsa, ko'pincha shu uchun gapirib o'tirmaydi, o'zim chiqarib tashlayman-da, biladi odatimni. O'sha uchun ham yana qo'yib ketadi. Men bu safar xuddi o'zday qilib koridorga musorni qo'yib ketdim. Qani u ham chiqaradim deb nechadir kun tursa, chunki men ta'tilda opamnikka ketdim, u uyda edi. Qani chiqarib beradi. Men qaytib kelmasligimni bilardi. Nima deb o'ylaysizlar, musor chiqarganmi? Yo'q. Uni oldiga yana qo'shib qo'yibdi. Yana oldiga musor qo'shib qo'yibdi, mana shuncha musor koridorda turibdi. Endi bugun uni o'zim chiqarib tashlayman baribir. Men kelsam uyda yo'q ekan, bilmayman qachon keladi, shu bilan so'ramadim. Afsuski. Omlet qovuramiz endi. Inshaalloh qilib yashayapmiz. Men o'zi bu nima deydi? Boshqa uyga ko'chgunimcha chidamoqchi edim. O'qishim tugashini kutdim, ko'chib ketish uchun. Lekin o'qish tugagandan keyin men уже 6 oydan ko'p vaqtda uy qidiryapman, uy topolmayapman. Bilasizlar, urush boshqa narsalar bo'lib, ko'p qochoqlar kelganda. Qochoqlar kelgan, ular ham uy qidiryapti, hammani uy bilan ta'minlash kerak. Boshqa juda ham uy tanqis. Men necha oydan beri, hattoki bilasizlarmi, o'zim planlashtirgan summadan ko'proq masalan to'lashga tayyor bo'lib ham uy qidirdim, haligacha topolmayapman afsuski. Bu shaharda uy topolmasam boshqa shaharga qidirishim kerak, ko'chib ketaman menimcha. Chunki men o'zim alohida yashashni istayapman juda ham. O'sha necha yildan beri o'zim alohida ko'chib, o'zimni qoidalarim, o'zim planlashtirganda qilishni xohlayman hamma narsani. Bu uyga men vaqtincha yashayapman deb, men hattoki mebel sotib olganim yo'q necha yildan beri. Olishni ham istamayman bu eski uyga, chunki men uni yana ko'chishni istagidaman-ku, uni yana transportirovka qilishim kerak. Shkaf sotib olganim yo'q. Qancha mebel narsalar uyimga olishni xohlayman, lekin sotib olmayman, chunki men ko'chishni istayman bu joydan. Bizda yaxshi yangilik. Bizani ammamiz yo'lga chiqqanlar. Ammam dadamni singillari anaqa Germaniyaga kelyaptilar. Bugun Toshkentdan Buxorodan yo'lga chiqqanlar, Toshkent boradilar va ertalab Germaniyaga uchib keladilar. Men ertadan ishga chiqishim kerak, afsuski ammamni kutib olmayman. Lekin Malola bilan opam kutib olishadi ammam bilan. Ertaga Xursand bo'lyapman. Keyin agar ammam charchoqlari chiqsa, istasalar, men tomonlarga kelsalar, meni uyimda mehmon bo'ladilar.
kiysalar. Qaraysizlar-da, endi men biroz shamollagan ekanlar. Agar o'zlarini yaxshi his qilsalar, keyin olib chiqsalaringiz, ertaga Malohat men ishga ketaman. Malohat esa aeroportga ketadi. Afsuski men Maloshni ham kutib olishga aeroport chiqa olmaganman, chunki ishlashim kerak edi. Endi ammamni ham kutib olishga chiqa olmayman. Afsuski men faqat anaqa ish vaqtlarim kimdir mehmon kelishiga to'g'ri keladi. Choy qo'yganim qaynagan, yana biroz anaqa qilasanmi, bo'sasanmi? Sizlarga hozir ko'rsataman, singlim onamlar bilan O'zbekistondan olgan choylardan shay yoqadi menga, o'shalardan damlab ichamiz. Ba'zisini nimaga solib qo'yganman, idishlarga, ba'zisiga joy yo'q, mana bu idishlarga solib qo'yganman. Bu ancha kamayibdi. Keyin mana bu qora choyim bor. Qora choy bankada. Men juda ham choyxo'r odamman. Ammo bu O'zbekistondan kelgan choy, qora choy, yana anaqalar gulli aralashtirilgan. Juda ham mazza. Meni yana men bu yerda ko'rsataman, choy kolleksiyalarim bor. Juda ham har xil choylarni yaxshi ko'raman. Juda amazing. Mana shunaqa, nima deydi, biroz masla soldim buni qovurish uchun biroz. No, a tak juda ham bezjirniy. Ovqat. Kumletovich. Vilka olaman. Vilkor. Kechaman. Ana chemika yuvganman. Yeyilmadi bu. Yeyilmadi, buni yogurt bilan yeyishimiz kerak bugun. Chunki bu kecha yuvilgandir, yeyish kerak buni. Ha, cho'dim. Kechiring, cho'dim bo'laman. Yoqimli ishtaha malo. Rahmat, sizga yoqimli ishtaha. Qalay, yaxshi? Ovqat yeganda gapirilmaydi. Shayton sherik bo'ladi, asalkam. Biroq gapirsan desam. Eshitgan gapim. Nima deyman? Ochilmaganman uyqudan haliyam. Ochilmagansan. Soat bizga 2:30. Nonushta qilyapmiz biz. Yo'qsa kun. Dam olish kuni. To'g'ri qilgan. 2dan ishlaysiz, baroq turib ketasiz. Shuni. Men o'sha rejimda. Men soat 6da turishni odat qilmoqchiman. Men ishim kech qilgani uchun ko'p holatda kech yotib kech turaman. Hatto ishim kunduz qilsam ham bo'ladi, lekin men kechasi qulayroq. Men Amerika rejimida yashayman. Men bir tomondan ishim sog'indim, bir tomondan borgim kelmayapti. Lekin stabilniy ishim qiziq. Men uchun qo'rqinchli stabilniy ish. Qo'rqinchli? Nima? Provokatsiya qilmayman deb o'ylayman o'sha. Oldin stabilniy ishda ishlasdim. Hozir ishlamayman-ku. Hozir xohlagan paytim-ku. Shu ertalab turish kerak, har kun shunaqa doimiy yoqmaydi menga. Har kun baroq turish xohlamayman. Lekin bilasan qanday disiplinaga o'rgatadi odamni. Mazmunliroq his qilasan keyin kuningni. Mayli. Men kunim tez o'tadi. O'zingni ishing haqida aytib berishing kerak, ma'lum. Keyin beraman. Okay. Buni uberga qilishdan oldin o'zimiz yuvinib chiqib o'zimizga qarashga qaror qildik. Ana biz taroq bilanda ukladka qilib qurtarlar-ku, o'shani sinab ko'ryapman-da. Qaranglar, buni bo'lib quridi. Lekin men yaxshi burolmayman. O'zi sochim hozir kalta, burash qiyin. O'sha uzunida ham menga bunday burab, qurtadilar-ku, o'shani qanaydir qiyin edi. Hozir bir nima qilib fen bilan qilishga harakat qildim. Juda ham buni bo'lib quridi, qaranglar. Buni endi biroq qilib yig'ishtirib qo'yishim kerak lekin hozir. Yoqyapti o'zimga juda ham. Ola, sen ham soching qurtaymi? Yo'q, rahmat.
suchiga teksalar yoqmaydi. Kimlargadir suchiga tegsa yoqadi, bilasan? Kimdirlar yaxshi ko'radi shuni, kimdirlar yoqmaydi. Har xil odamlar. Ужинga ovqat nima pishirdim malol? Pyreshka va kotlet. Boshqa kichkina porsiyacha, dieta. Ko'p yemaymiz. Biz hamma ovqat yeyapmiz, lekin kamroq miqdorda yeyapmiz. Nonsiz. Keyin hech qanaqa snacklar yemayapmiz, non yemayapmiz va shirinlik yemayapmiz. Hatto har kuni ovqatdan keyin shirinlik yerdik. Shularni to'xtatdik va endi ko'proq harakat qilamiz sayohatlarda. O'sha uchun o'zimiz deb o'ylayapmiz shuni. Agar o'xshamayotgan bo'lsa, keyin metodni o'zgartiramiz. Hozircha shunday. Yapon ishtahasiga. Uyni uborka qilishni oshxonadan boshladim, chunki menga muhimi hozir oshxona toza bo'lsa, keyin men bemalol o'zimning xonamni tozalayman. Sizlarga shu orada gullarimni ko'rsatib ketaman. Bu meni sevimli gullarim. Mana bu денежное дерево. Juda ham yaxshi ko'raman. Menda mazza qilib o'syapti. Qaranglar. Men bu yoqdan qirqqandim o'zim. Yana o'sib chiqishi uchun va qirqqanlarimni men bu yoqqa tiqib qo'yaman. Bu ham o'sib shunaqa katta bo'lib chiqadi. Men shularni hammasini o'zim o'stiribman. Ana shunday kichkina holidan o'stiryapman. Buni ko'chada kimdir chiqarib qo'ygandi eski uyimda. Qaysidir qushni qurib ketayotgan, o'layotgan ahvolda edi. Men ham buni o'zim asrab olganman. Menda ham tiliga uncha tushunmadim bugunlar, lekin zo'r o'smayapti-yu, lekin qurib o'lib ketmayapti ham. Shunday yaxshi turibdi shunday. Boshida juda ham meni asabiylashtirgan, hozir qabul qilgan faktlarimdan biri meni qo'shnim surib o'tib ketgan narsalarni, eski bo'lgan oziq-ovqat mahsulotlarini vaqtida tashlamaydi va ular mana bunaqa ahvolda bo'lguncha yoki xolodilnikda yoki xolodilnikning tepasida plesen bosib ketgunicha ham turadi. Men shu holatni boshida asabiylashdim, aytdim, boshqa qildim. Vaqtida qarab turaylik, xolodilnikda plesen bo'ladi deb. Umuman ta'siri yo'q. O'zim endi shunchaki o'shani o'zim uni narsalarini ham qarab, eskirgan bo'lsa, surib o'tgan bo'lsa tashlab o'zim qaraydigan bo'ldim. Masalan, men xolodilnik tepasida hammasini to'plab tashlagan. Men hozir hali yaxshi yesa bo'ladigan mevalarni, sabzavotlarni bu korobkaga alohida soldim. Akkuratni. Hozir endi qolgan narsalarni tashlayman. Masalan, bu ochilmagan konserva. Men shu xolodilnik tepasida turibdi, bilmayman. Chunki bizga alohida bu uchun shkaf bor, oziq-ovqatlarimiz uchun. Hattoki un, mana bunaqa narsalar ham o'zi bu yoqda turmaydi. Bu uchun ham shkafimiz bor, lekin men uchun shu yoqqa qo'ygan. Va mana bu qorayib qolgan banan, uni tashlaymiz. Buni уже слишком yeb bo'lmaydi. Tashlab yuboraman buni. Va yana men bu yerda bu qaysidir magazindan sabzi olgan bo'lgan dona. Bu men kata bozor qilaman qilsam, bu dona oladi. Chunki ovqat qilmaydi, ko'pincha qolib ketadi. Bu plesen bosibdi ichi. Buni ham tashlab yuboraman. Oshxonam kichkina bo'lsa ham bu yerda kichkina pastda yuvadigan mashinka joylashtirilgan. Unaqa zo'r toza yuvmaydi. Agar ko'p joylashtiryorsa, shu uchun kamroq solib yuvishga harakat qilaman. Mana hozir posodalarni soldim. Ancha bu ishni osonlashtiradi. Bunaqa O'zbekistondan kelgan choynaklarni piyolalarni mashinkaga solib yuvganman adashib va anaqa uchgan ko'p joylari. Lekin tashlab yuborish men uchun juda ham jalka, shuning uchun bularni hozirda qo'lda yuvaman. Choynak piyolarni qo'lda yuvadigan bo'ldim o'shandan keyin. Men bu magnetiklarimni ham juda yaxshi ko'raman. Bu har bitta sayohatda magnetik olib kelishga harakat qilaman. Men bu oxirgi sayohatda Berlindan olingan, bunisi ham Berlindan olingan magnetiklar. Hozir bu yerni tozalab, qolgan narsalarni ham artib toza qilib oshxonani, keyinsa xonani yig'ishtirishga o'taman. Men endi kiyimlarni yig'ishtiryapman. Hozir men bu korobkaga taxlab solyapman. Bir ikkita narsalar uylarimda, masalan, men o'zim olmagan, sotib olmagan narsalar ko'payib ketgan uyda. Opam bergan, onamlar berganlar yoki men uchun sotib olgan bo'lganlar. Shunaqa narsalar ko'p. Который men kiymayman, menga kerak emas aslida. O'ylab qarasam, izbavitsa qilishim kerak o'sha kiyimlardan. Masalan, men bu ishdan bir marta kiyganman. Men anaqa emas, nima desam, o'zim sotib olmaganman men bu narsalar. Men bu ishdan o'zim sotib olganman, lekin hozir yoqmaydi. Mana shu narsalar ko'p, mana shularni hozir kamaytirish harakatidaman. Ayryapman hozir.
bugun pilisos qilmayman. O'zi kechda pilisos yoqish mumkin emas. Men to'y yig'ishtirguncha kech bo'lib qoldim. O'zim charchatmoqchi emasman unchalik, chunki hali erta ta'tildan keyin ishga chiqishim bor. Ta'tildan keyin ish qiyroq tuyuladi. Birinchi, ikkinchi kunlarda to'y ham ritmga tushib ketgunimcha. O'sha uchun hozir ko'p ham charchatmay, uborkaga tayyorlov ishlarimni qilib qo'ymoqchiman. Men bugunim ketishim oldi. Mana shunaqa pushti bo'lib, ochilib yotganda qurib qolibdi kelgunimcha. Endi bularni qirqib tashlashim kerak, lekin buni ham ertaga qilaman. Rosa qurib qolgan ekan, men suv berdim bunga. Monsteralar eng yaxshi ko'rgan gul, anaqa uy gullari. Yana men buni ham sevaman juda ham. Aytganday, men gullarimga mana bunaqa vino idishida suv beraman. Alkogolik bular. Suv to'ldirib qo'yaman shunga. Qanaydir men uchun, qanaydir estetichna ko'rinadi. Oddiy biron boshqa idishga, baklashkaga suv qo'ygandan ko'ra estetichna, chiroyli ko'rinadi. Shuning uchun shunga suv solib qo'yib, vaqti kelganda suv beraman. Men bu yerda atroftiklarim bor edi. Bular bechoralar qurib qolibdi. Hozir bularga suv solib qo'ydim, bilmayman yordam beradimi? Qurib qolibdi juda ham. Afsus. Men bu yerda esa chang bosib ketgan, qachondan ishlatilmayotgan yoga uchun gilamcha yoga mati. Buni endi tez kunlarda yoga mashg'ulotlarimga qaytmoqchiman, o'shanda ishlataman. Nima deysizlar, jonli efirda birga yoga mashg'ulotlarini bajarib ko'rsatsam, qiziqmi sizlarga? Menga shu haqda ham kommentda yozib qoldirsangiz xursand bo'laman. Men uborka qilayotganda trapka ishlatishni, uborka qilishda har xil lattalar ishlatishni yoqtirmayman. Ularni yuvish kerak bo'ladi, siqish kerak bo'ladi. Shuning uchun men salfetkalardan foydalanaman ko'p hollarda va men bunaqa sepib tozalaydigan ishlataman ko'pincha. Shunchaki artib keyin tashlab yuborishim uchun. Bilaman, bu chiqindini ko'paytiradi. Lekin bu men ancha hayotimni osonlashtiradi, shuning uchun shuni qilaman. Juda ham raso bo'libdi, qaranglar. Вообще raso bo'libdi. Menga vintajniy narsalar juda ham yoqadi. Masalan, mana bu vintajniy fotoramkani men bitta Flomartga borganimda olganman. Flomart bu eski bozorlar, shunaqa har xil vintaj eski narsalar sotadigan. Germaniyada ko'p bo'ladi bunaqa, havo yaxshi bo'lganda. Hali ularga ham obzor qilaman. Bugungi ishlarim tugadi. Hozir meva kesdim singlim ikkalamizga. Meva yeymiz, hozir olmayam kesaman. Keyin meva yeb, bugun kam ichdigan deyapman. Bugun suv kam ichdik. Suv ham ichishimiz kerak edi. Chunki suvni yetarli darajada ichmay ozib bo'lmaydi. Shunday hisoblayman. Bugun hisobida esa biz faqat choy ichamiz. Ba'zan shunday bo'ladi, ayniqsa ishda vaqti suv ichish esimdan chiqadi. Suv ichish esimdan chiqib qoladi. Aytganday, men hozir musorlarni ko'chaga chiqarib tashladim. Уже faqat qog'oz musorlar qoldi. Uni og'irligidan ola olmadim qo'limga joy qolmagani uchun. Ertalab ishga ketayotganimda olib ketaman. Juda ham suvli olmayman. Uylarni yig'ishtirib chiqqunimcha singlim ishladi, ya'ni TikTokda efir qildi. Men bu yerda o'tirib oshxonada. Hozir endi qarasam pastalar yuvilib bo'libdi. Toza yuvganga o'xshayapti. Mana endi joylashtiraman. Toza yuvibdi. Xayriyat. Ba'zan undoq, ba'zan bundoq. Ba'zan ikkinchi marta yoqishimga to'g'ri keladi. Ma'lumot efir qilganiga aytib o'tirganim, qanday bo'ldi efiring? Böyle. Juda yaxshi bo'lmadi. Xo'rlashdi meni. Nima deganim? Xo'rlash deganda, u yerda battle o'ynaladi. Kim ko'p ochko olsa, o'sha yutadi, yutqazgan odam xo'rlanadi. Endi siz kim katta ochkolarda yutishdi meni. 50.000 shotda, 75.000 shotda, 90.000 shotda, 135.000 shotda. Sen necha shotda eding? 12. Chiroyli. Kafamizdan shundan. Ha. Ukajoniki har safar ham yutavermaysan-ku. Boshqalar yutish kerak. To'g'rimi? Faqat sen yutavermaysan-ku.
Yo'q, kechamiz qabul kunida lekin O'tgan kun yutganding, ha? o'tgan kun yutdim. Mayli, har doim har xil mayli. Qarayapti meva. Yaxshi ketyapti. Obdishcha. Qaynama kechyapmiz. 3 odamlar beramiz dedimi? Yo'q dedi. O'zi sovuqroq meva bilan anaqa yemaydilar, endi mayli. Ichmaydilar issiq narsa. Temir moddalar bor. Issiq sovuq qildik, temir moddalar bo'lib berdim ama. Olmayın kuchga to'lang. Nechida qozongandek tuzamasam. 5 dan 5,5. 6larda yegandik. Hozir 9,5 bo'ldi. 1-2 soatdan keyin uxlaymiz. 11da uxlashimiz kerak hozir. Okey. Qil bilamizmi? Ha. Undan oldin ta'til bo'yi biz 3-4larda yotgan odamlar biz endi. Mana bilasizlar biz 11da uxlashni erisha olamizmi? Chunki 11da uxlamasam men soat 6da tura olmayman. Bir kun kech uxlab, qiynalib ertalab 6da tursangiz, ertasi kuni vaqtda uxlaysiz. Bu tajribani qilib o'tishim shart emas. Ko'rganman. Asham gaplar.